Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2020 yılı 12 ayının 7. günü. Halifeler Tarihi namlı Jaloliddin Suyuti'ninki bu kitaplardaki derslerimiz devam ediyordu. Bugünkü bu bölümde Jaloliddin Suyuti birinci halifeler, yani tarihte birinci deb atalgan halifeler haqida to'xtalmoqchi. Özün dadısı hayat durup halife bo'lgan faqat Abu Bakr Siddiq. Yani bu birinci halife. Hem Ebu Bekir ibn Muti' degan bu Abbasiler halifesi mi? Dadısı palaj olup kalıp dadısınınki hayatıda halife bo'lgan ekan. Bu dadısı balası o'tnab bergan. Demek Ebu Bekir Siddiq bilan yani bir Ebu Bekir. Bu Abbasilardaki Ebu Bekir. Bular yani dadısının hayat vaqtida halife bo'lgan halifeler ekan. Ölümalar yani şundaq deydi. Dadısı hayat turup halife bo'lgan tunji halife Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir tunji qitim halife bo'lgan halifidir. Tunji qitim Beytel Mal, yani devlet maliyesi o'rnatgan adamdir. Şundaqla Kur'an-ı Kerim'ni mushab deb atagan tunji kishidir deydi. Tunji qitim Emirul Mu'minlar emiri deb atalgan kishi Umar ibn Xattobdir. U tunji bo'lib kishilarni jazolaydiganga durra deganda shu paloq desak to'g'ri bo'ladimi? Shu jazolaydigan. Shu paloq tutgan odam. Tunji qitim hijriya tarixini tarix sifatida qo'llangan kishidir. Tunji qitim tarovih namoziga buyurgan kishi shudir. Tunji qitim divan, yani kishilarniki arxivini turg'izib shuning qarta kerim chiqim ishlarini bekitadigan bir dabda tutgan odam shu davlatda. Umar roziyallohu anhu. Yani tunji qitim mush yaylaqqa belgi silib, yaylaqni ayrim bekitib, uningga bundaq bir yaylaqqa qo'riq bekitgan kishi Osman roziyallohu anhudir. Shundaqla Osman roziyallohu anhu so'yurg'onlik tuzumini tunji o'ttirib qo'ygan kishidir. Birinchi juma kunidagi birinchi azon qo'shgan kishimi yana shudir. Tunji qitim muazzinlarga maosh bergan kishidir. Tunji qitim xutbada gangirab to'xtab qolgan kishidir. Gap kelmay. Shundaqla tunji qitim o'ziga saqchi yolg'an kishimi shudir. Hayotida o'zi saq turib, tunji qitim vali ahdi belgilagan kishi Muaviyadir. Shundaqla o'zining xos xizmat uchun demak Osman roziyallohu anhu, Muaviya roziyallohu anhu tunji qitim o'zining xos xizmatkorlaridan mushta og'vatlarni mushu erik adamlarni o'ziga xizmatchi tutgan odamlarniki biridir. Ve şundaqla tunji qitim boshqalarning kallasini kesilib, shu kalla ko'tarib opirilgan podshoh xalifa Abdullah ibn Zubayrdir. İsmi pulga ugalgan tunji kishi xalifa Abdul Malik ibn Marvandir. Tunji qitim o'zining ismi bilan to'lashni cheklagan odam Valid ibn Abdul Malikdir. Yani o'zining xalifada meni ismim dema demoqchida. Bani Abbas uchun tunji qitim mushta laqam paydo qilgan vaqtni ulamolardan Ibn Fazlullah degan olim mundaq deydi. Ba'zi kishilar Umayylar xalifalari Abbasiylarga o'xshash laqamlar bordi deydi. O'ylaydi. Lekin bu toza kuchli qarash bo'lmasi kerak. Lekin hamda shu podshohlik xalifalik laqamlarini paydo qilganlar shu Abbasilar xalifalari. Lekin endi Jaloliddin Suyuti bu so'zga qarta yani mundaq deydi. Lekin ba'zi tarixchilarning deyishicha Umayylar jamiyatidan Muaviyaning laqabi An-Nasir lidinillah ekan. Yazidning laqabi Al-Mustansir. Lekin Muaviya o'zining o'g'lini Ar-Roji ilal haq, yani haqqa qaytquchi deb laqam qo'ygan ekan. Marvanning laqabi bo'lsa Al-Mu'tamin billah ekan. Abdul Malikning laqabi bo'lsa Al-Muwaffiq li amrillah. O'g'li Validning bo'lsa Al-Muntaqim billah.
Ömür ibn Abdülaziz'nin laqımı bolsa el-ma'sum billah. Yazid ibn Abdülmelik'nin laqımı bolsa el-qadir bisun illakin. Hamda Yazidun naqis deganning laqami eş-şakir li an'umillah deganken deydi. Bu mu Jaloliddin Suyuti'ninki degan so'zi. Lekin bu laqamlar lekin Abbasiylarniki laqamlarga o'xshash nihoyat mashhur bo'lgan emas. Muaviya jamoatininki laqamlari ismlari faqat xalifa deb atalgan, lekin bunda laqamlar bilan mashhur bo'lgan emas. Tunji qitim davlatida shu ittifoqlik buzilgan, bo'lingan kishi xalifalardan Abbasiylarniki tunji xalifasi Saffah. Bunga qarshi tog'is qarshi chiqib, bo'linib chiqib, keyin bu tog'isni ustidan qolib kelgan. Bu tunji xalifa shu. Hamda tunji qitim shu munajjimlarni o'ziga yaqin uyg'latqizib, shu Necim ilmi bilan mashg'ul bo'lgan xalifa Mansurdir. Shundaqla o'ziniki shu ozod qilayotgan qo'llarini davlatniki ishlariga aralashtirib, hatto bularni arablardan ustunroq o'rin maqomlarni bergan davlatda shu xizmat qo'ygan kishi Mansurdir. Abbasiylarniki ikkinchi xalifasi. Hamda tunji qitim bid'atchilarga qarshi kitob yozishga buyurgan xalifa Mahdidir. Tunji qitim o'zing qo'g'duvchilari oldida qilich bilan, nayzlar bilan mangan kishi Hodidir. Tunji qitim savolija o'yinni o'ynagan kishi maydonda Rashiddir. Bu savolija degan shu ot ustida bir tayoq bilan bir to'pni otganda shu to'pni shu tayoqning uchi bilan urib, ma'lum bir doiraga kirgizadigan bir o'yin o'xshaydi. Shu o'yinda tunji qitim o'ynagan xalifa Harun Rashid ekan. Hamda tunji qitim duo qilgan vaqtida va o'ziniki xalifa nomi bilan, xalifani o'zining laqami bilan xat yozilgan xalifa Aminning zamonida, ya'ni Amindir deydi. Turklarni tunji qitim divonga akirgan kishi, divon deganda shu o'rda saroyga akirgan kishi Mu'tasim Billahdir. Tunji qitim ahli zimma, ya'ni kofirlarniki kiyimlarini musulmonlardan farqli darajada o'zgartirishga buyurgan kishi Mutawakkil degan xalifadir. Turklar tunji qitim o'ltirgan xalifa Mutawakkildir. Uningdan boshqa payg'ambarimizningki bir hadisi bor. Bu hadisninki mazmuni tuvandikcha Tabrani bir yaxshi bir sanad bilan Ibn Mas'uddan chiqarishcha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Turklar sizlar bilan aplashmasa, sizlar turklar bilan aplashmanglar. Tunji qitim mening ummatimdan shu podshohlikni julib oladigan kishilar Banu Qantoradir, ya'ni turklardir degan. Demak, bu turklar meniki shu jamoatimdan yoki meniki ummatimdan shu hokimiyatni julib oldiganlar shular degan. Demak, bu hadis orqali turklarniki Mutawakkilni tunji qitim o'tganligini isbotlamoqchi bo'layotdi Jaloliddin Suyuti. Tunji qitim yangi keng kiyimni paydo qilgan, o'zining keyinda kichik bir posmusva kiyimni paydo qilgan kishi Musta'in degan xalifadir. Tunji qitim ular mingan vaqtida oltin zibzinat bilan shu yasashga buyurgan, shu ishni paydo qilgan kishi Mu'taz degan xalifadir. Tunji qitim xo'rlangan, jazolangan, uningga boshqalar vasi bo'lib olgan, ega bo'lib olgan xalifa Mu'tamid degan xalifadir. Tunji qitim xalifa bo'lgan bolalardan, kichik bolalardan xalifa bo'lgan tunji xalifa Muqtadirdir. Endi mush qo'shinning moliya ishlariga mas'ul bo'lgan, yigana o'z qo'lida tutib turgan eng oxir xalifa Razi degan xalifadir. U shundaqla o'zining she'rlar to'plami bor birdan-bir oxir xalifadir. Shundaqla kishilarga doim namoz o'qib turadigan, juma xutbalarida xutba o'qiydigan oxir xalifadir. O'zining og'ayni do'stlari bilan o'ltiradigan oxir xalifadir.
Shundaqla bu o'zining chiqimlari, mukofotlari, sovg'alari, xizmatchilari, omborlari, mol dunyolari, oshxona, ichimligi, o'ltirishlari, o'zining xizmatchilari, hamma ishlari birinchi xilofatga o'xshash shu tartib bilan davom etgan eng oxirgi xalifadir. Va shundaqla ko'na burungi xalifalarniki kemi bilan safar qilib chiqqan, yo'lda mangdigan oxirgi xalifadir deydi. Demak, bu xalifaniki zamoni bir xil xalifaning o'zida kuchli salohiyati bor davrlar bo'lsa kerak. Endi burungi ko'na laqam takrorlangan tunji xalifa Musta'simdan keyingi xalifa bo'lgan Mustansir degan xalifadir. Balki bu Mustansir shu Mo'g'ullar Mustasimni o'tgandan keyin Misrda xalifa bo'lgan tunji xalifa bo'lsa kerak. Endi Askari degan olimning Avoil nomli kitobida deyilishicha, onisi hayot turib tunji xalifa bo'lgan kishi Usmon ibn Affon, ondan Hadi, ondan Rashid, Harun Rashid, ondan Amin, ondan Mutawakkil, ondan Muntasir, ondan Musta'in, ondan Mu'taz, ondan Mu'tazid, ondan Muti'. Ondan keyin demak endi dadasining hayot vaqtida endi Abu Bakr Siddiqdan boshqa odam xalifa bo'lmabdi. Uningga Imom Zahabi qo'shib Tayi ama shundoq edi. Demak, ikki aydan faqat dadasining hayotida xalifa bo'lgan ekan. Endi Sovli degan olim shundoq degan ekan. Endi ikki xalifa tuqqan ayolmi nihoyat oz deydi. Masalan, Abdul Malikningki o'g'li Sulaymon va Validni tuqqan Vallada degan ayol. Bu yana ikki xalifa tuqqan ekan. Shahfaran degan bu Paris bo'lsa kerak bu ayol. Bu ayolmi ikki xalifa tuqqan ekan. Ya'ni o'g'li Yazid Naqis bilan İbrahimni tuqqan. Bu ya'ni Valid ibn Abdul Malikniki bolalari. Xayruzan degan ayolmi ya'ni ikki xalifa tuqqan ekan. Birisi Hadi, ya'ni birisi Rashid, Harun Rashidniki onasi hamda. Buni qo'shib men shuni deyman, deydi Jaloliddin Suyuti. Abbas ve Hamza ve Davud'un onalari bo'lgan Ummul Abbasni qo'shib qo'yaylik. Bu en ahirki Mutawakkil Billah'ninki balalarining onasi edi deydi. Demak, bu ayolmi bir necha xalifani hayoti tuqqan ekan. Lekin bu xalifalar oldingi Harun Rashiddak, xalifalardek yoki Abdul Malikninki balalaridek kuchli xalifalar emas. Bu oxirgi shu Misr xalifalari bo'lsa kerak. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.